Ketdi. Qadrdonlar, banka baquvvatmi yoki mana bu kalyonli oynak? Buni sinovdan o'tkazamiz. Ko'rib turibsizlar, albatta kalyonli oynak juda ham baquvvat bo'ladi. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan Ratam stol-stullar ko'rib turibsizlar. Bu yerda xohlagan svetingizda tayyorlashib berishaveradi. Ustiga chiqib bitta ko'rsatib qo'yaman-da mana. 100 kilogacha ko'taraveradi ekan. Xo'sh, bu stol-stullarimizni 4 taligi, ya'ni 4 ta stul, bitta xon taxtasining narxi 1.800.000 so'm. Xohlasangiz buni 6 taligi bor. Bularimiz 2,5 million so'm. Bundan tashqari bu yerda ko'rib turibsizlar, 8 taligini ham tayyorlashib berishaveradi. Narxi 3,5 million so'm. Agarda siz bir komplet oladigan bo'lsangiz, vodiy bo'yicha dastavkasi mutlaqo tekin. Rangini siz xohlagan rangda zakaz beraveradi. Xo'sh, mana bu kacheklarimiz qadrdonlar 2 kishilik 300 kilogacha ko'taraveradi. Bunimizning narxi 2 million so'm. Agarda sizga 1 kishilik kerak bo'ladigan bo'lsa qadrdonlar, narxi 1.600.000 so'mdan. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan eng arzon narxlarda yetkazib berishlar. O'sha vodiy bo'yicha mutlaqo tekin. Undan tashqari Voha Toshkentga kelishiladi. Qirg'iziston, Tojikiston ham aloqaga chiqilaveradi. Eng arzon narxlarda yetkazib berishyapti. Ko'rib turibsizlar, Vibr juda ham ko'p. Undan tashqari qadrdonlar, xohlasangiz Isabella, Chanel fasonlarni ham tayyorlashib berishaveradi. Mana bu yerga chiqing usta, mana buni ko'rsatdim, uni michichani. Ko'rib turibsizlar, mana zakaz ketish kerak edi ekan, michicha yuqurib olibdi. Endi nima qilishni bilmayapti ustalarimiz. Bilganlar kommentariyada yozib qoldirib ketinglar. Tamom.